alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Bugun Boat kommunizmga yana bir oshxona yo'limizni sinib ketib berdik. Ko'rsangizlar bo'ladi. Kenglar ham chiroyli bo'lib chiqdi. Bu yerda xladniklarni endi oladi ekanlar. Endi qo'yib qo'yadilar. Telarni podsvetchilar qo'yib berganmiz. Limon svet. Bu yerda ko'p funksiyali mo'lkalari. Ko'p to'xtalib o'tirish shart emas. Bu yerda tandem mexanizmlar. İçinde patnoslar ham bor. Do'sonlik gaz, ustida vitichka, duxovka, mikrovolnovka mebelniy bo'ldi, akkuratniy bo'lib turibdi. Stollari Eran stol bo'ldi, MDF. Ular ham yaltirab turibdi. Ustilari polniy, tepaga ochilinadi. Buni videolarda ko'p ko'rsatganmiz. Push mexanizmda. Bu yerda tak kargolarni ko'p berganmiz. Pichoq, moylarni, shu narsalarni tashlab qo'ysalar bo'ladi. Endi suv oladiganlar ham bor. Shu kuxnyamizni metrini 3.100.000 dan ishlab berdik. Balandliklari 270 ga chiqdi.